Green Card natijalari va nihoyat e'lon qilindi. 3-may kuni 2026-yil uchun Green Card natijalari e'lon qilindi. Natijani dasturning rasmiy sayti orqali tekshirib olishingiz mumkin. Saytga anketa to'ldirish vaqtida olingan tasdiqlovchi raqamni kiritish kerak. Ma'lumot uchun Green Card lotereyasi AQShda 1990-yilgi immigratsiya to'g'risidagi qonunga asosan ishlab chiqarilgan loyiha hisoblanadi. Ushbu lotereya g'oliblari AQShda yashash va ishlash huquqini beruvchi vizaga ega bo'ladi. Lotereyani o'tkazish, g'oliblarni aniqlash va ularga viza berish bilan davlat departamenti shug'ullanadi. Har yili 55 mingta vizaga ega chiqish uchun butun dunyo bo'ylab 20 milliondan ortiq insonlar ariza topshiradi. Odatda g'olib sifatida qayd etilgan ariza beruvchilarning 50% dan ko'prog'i viza bo'yicha intervyudan o'tgan taqdirdagina viza oladi. Agarda sizga Green Card chiqmagan bo'lsa, O'zbekiston vatanim, baxt bahorim chanarim, yurt yagona